Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana bugun 14-fevral 2026-yil Toshkent viloyatidamiz. Demak, ko'rib turgan daraxtinglar mana hozirgi bu Pink Lady olma daraxti. Holatlarini ko'ryapsizlar, mana juda ham yo'g'on shoxlar bilan ko'rsatamiz. Bu mana yo'g'on shoxlar. Mana masalan mana 1 yoshli shoxlar bo'ladi. Yana bitta ko'rsating. 1 yoshli shoxlarni. Demak, 1 yoshli shoxlarni ko'rsataman. Hozir bu nima? Bu qanaqa funksiyani bajaradi? Bu daraxt nimaga bu narsani chiqarishni ko'rsataman. Demak, bu 1 yoshli shoxlar mana. Ko'rasizlar. Endi bu mana bu 2 yoshli shoxlarni ko'rsatamiz endi. Demak, mana bu 2 yoshli shox. Endi men bo'g'imdan sal o'sib keyin rivojlangan, o'tgan yilgi, ya'ni 24-yilgi shox bu holati mana. Pink Lady'larni. Mana bunisi 25-yil o'sgan shox. Ko'rinib turibdi. Endi bitta narsani tushuntirish qilaman sizlarga. Mana bunda olmada bilasizlar 2 yoshli va undan katta yoshdagi shoxlarda sifatli meva qiladi. Mana shunda xudo xolasa 2026-yil gullar meva qiladi. Mana bunisi 2027-yilga tayyorlanadi. Mana bunisi. Mana bunisi esa ko'ramiz mana. Mana bu yerda 3 yoshli va undan katta shox mana bu turgani. Undan yondan yosh shoxlar chiqaryapti. Bular hal tushuntirganimda nimaga 1 yoshli shox, nimaga 2 yoshli shox, nimaga 3 yoshli shoxligini tushuntiraman. Demak, mana bu o'tgan yilga, ya'ni 25-yilgi shox 26-yilda xuddi mana bu ko'rinishga keladi. Ko'rinishga keladi. 28-yilga tayyorlanadi. Balki xudo bersa, 300 dan ham meva qilib olish mumkin. Endi buni daraxt chiqarishiga asosiy sabab, har yili chiqarishiga sabab daraxt o'zini o'zi har yili yoshartirishga, yangi shoxlarni chiqarishga harakat qiladi. Shuning uchun bog'bon odam shuni bilish kerakki, har yili olmada bo'ladimi, masalan, boshqa meva turlarida bo'ladimi, iloji boricha shoxlarni tez 2 yilda, 3 yilda bir marta almashtirib kesishga reja qilish kerak. Shuning uchun ko'rsatyapman bularning hammasini mana. Demak, 2 yoshli, 1 yoshli va undan katta shox mana. Shu 2 yoshdan katta shoxlar mana. Buni oldidan chiqqanlari mana. Bular eng sifatli shoxlar, har doim bilasizlar, olmada 2 yoshlidan katta va 2 yoshlikda bo'lgan shoxlarda mevasini qiladi. Endi jarayonni boshlaymiz. Mana bu daraxtda o'zi qalin shoxlar juda ko'p. Mana daraxtlar mana hali mana 3 yoshlikdan katta shox mana bu yondan chiqarganlari mana. Shu ko'rinib turibdi mana. Demak, jarayonni boshlaymiz. Birinchi daraxt oldiga kelganimizdan keyin bu markaziy lider usulida tarbiya qilinayotgan olma daraxti. Sizlar bilinglar, markaziy lider usulida tarbiya qilinayotganda markaz asos bo'ladi. Uni atrofida unga qo'shimcha skelet shoxlar xizmat qiladi. Ishni boshlaymiz. Bizga hal etganda 1 yoshli shoximiz kerak. Chunki bu 27-yil xudo xolasa meva berishga. Iloji bo'lsa buni yengil egib qo'yishimiz mumkin. 26-yilda mavsum davomida qilinishi kerak bo'lgan ish bu. Masalan, 70, 80 balki undan kamroq gradusga bo'lishimiz mumkin. Mana bu yerda mana bu shoxga endi biz asosiy qiladigan ishimiz birinchi daraxt har doim kesib o'tgan paytimizda tepadan boshlab kesib tushamiz. Boshlaymiz. Lider yakkalaymiz. Mana. Orasini mana qisqa siylashtirib kesib tushyapman. Endi mana bu yerda tikka shoxlarimiz bor. Endi bularni kesamiz yengil. Xo'p, mana bunisi ham olamiz. Bu yerda mana bu ham liderga raqobatchi. 3 dan biriga teng. Lider yakkalash kuchda. Endi qiladigan ishimiz boshqa qalin shoxlarni kesib chiqamiz. Demak, bu qalin mana liderni 3 dan biriga teng. Buni kesamiz. Olindi mana. Endi pastdagi buni olamiz. Bu ham qalin. Buni kesdik. Endi bu ham qalin juda mana. Buni ham olamiz. Endi buni olamiz, mana. Buni olamiz. Mana buni ham ko'rsatamiz. Demak, endi bu yoqda bu mana tikka markaziy tanaga soya tashlayapti. Shuning uchun buni ham olamiz. Tashladik. Endi tikka tanaga soya tashlayotgan 1 yosh shoxlarni olamiz. Mana buni oldik. Hop, mana bu yerda bir narsani ko'rsatishimiz kerak. Nimaga? Pastdagi shoxlar bu tabiiy tikka yoki boshqa sonada xalaqit berishi mumkin. Mana buni ko'ramiz. Va bitta buni olib tashlashimiz mumkin. Tegidigini olamiz asosan. Endi ko'rdik. Shuncha shox qoldi. Shoxlarni sanaymiz taxminan
nechta shox qolganini boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 bitta shoximiz bor ekan. Hamma ko'rdi, 30 bitta shox borligini. Kurta hisobini taxminan chiqaramiz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ta. O'rta hisobda 5 tadan urganimizda 30 ta shoximizda bo'ladi 150 ta kurta bo'ladi. To'g'rimi? Bu daraxtimiz taxminan bu yilga o'rta hisobda bir 15 kiloni ko'tara olsa, telefon hozir hisoblaymiz. Bu yerda asosiy kesishda bu 1 yoshli 1 litrli usullarni kesishi. Demak 150 ta bu yerda gul kurtay bo'lyapti. 150 ta gul kurtayni ko'paytiramiz. Biz 3 donaga 450 dona mana shu daraxt ko'rsatamiz. 450 dona mana shu daraxt hozirgi holatida biz qoidalar asosida kesdik. Yo'g'onlarni, shoxlarni hammasini olib tashladik. Bir-biriga xalaqdagi hamma shoxlarni olganimizning o'zida bitta daraxtda 450 dona meva qo'yapti. 450 dona meva qo'yapti. Endi buni ko'paytiramiz. 185 grammga. Agar shu mevalar hammasini ya'ni tabiiy to'kilishdan keyin 83 kiloga yaqin meva bor. Endi bu taxminiy hisob. 80 kilo uramiz. 80 kilo. Bizga kerak bo'ladi mana shu daraxtimiz uchun qalinliklari yaxshi, yer baquvvat, o'tgan yil hosillar hammasi joyida. Bu yerga biz buni olib tashlaymiz taxminan 55 kiloni olib tashlaymiz. 55 kiloni olib tashlaganimizda 25 kilo bitta daraxt o'ziga meva qo'yapti. 25 kilo. Bu degani 25 kiloni bo'lamiz 0,185 ga. 135 dona meva qoldirishimiz kerak. 135 dona mana shu daraxt o'zida meva qolish kerak. Agar biz hozir yana bu boshqatdan yana serialashtirib olib chiqqanimizda ham hali aytdim 30 ta shoximiz bor edim. Demak 135 ta eslarda qolib ketsin. Biz 135 ta shoxdan qisqartirishimiz mumkin. Endi bizda aniq bo'ldi hamma narsamiz. Demak, biz bitta bir yosh shoxdan olamiz, chunki tikka o'syapti, bu tomonga xalaqit beryapti. Endi bu yoqda buni olamiz mana. Tikka turibdi mana bu. Ya'ni bu tikkaligi taxminan 30 gradus bo'lishi mumkin, plus minusda. Endi sal egsak joy kelishi mumkin. Biz shuni shu qismini olamiz. Uzun shoxga o'zini tikka bo'lganligicha olib tashladik. Tabiiy egilgan o'zi shuncha qoldirdik. Demak, bitta ikkita ketdi, ikkita bir shox olib tashladik. Endi buni olishimiz mumkin bemalol. Chunki tepada soya tashiydi. 3 ta ketdi. Va mana bu kurta mevali shoxga ham olamiz, buni olamiz. Mana bu yerda uchini 2 yoshlikka qaytarib turamiz. Mana shunday turibdi mana. Endi bu yoqda buni ham oldik. Jami 6 ta shox oldik. Mana kesamiz. Yengil shu yerdan buni ham kesamiz. Endi taxminan 10 tacha ketdi. 10 tadan ketganda, 3 tadan ketganda 30 tacha taxminan shoxga biz yengil olib tashladik. Lekin bitta tomoni bor, mana bu qismi ham soya tashiydi daraxt qismlariga. Shuning uchun biz buni ham shu yerdan olib turamiz. 2 yoshlik bo'lsa ham maqsad siyraklashtirish. Ya'ni shuncha kurta olib tashladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta kurta olib tashladik. Mevalarimiz qisman kamaydi, ya'ni bu siyraklashtirishdagi birinchi jarayon xudo xolasa ketdi. Biz shu jarayonni yakunladik. Kesish bilan daraxtimiz hozir mana shu holatda 1 litrli usul tarbiya qilinadi. Mana ko'ramiz, buni ham olishimiz mumkin. Mana xuddi shu holatda qoldi. Ya'ni bir-biriga xalaqit berayotgan, bir-birining ustiga tushib qolgan shoxlarimiz umuman yo'q. Ya'ni dalish kamaytirishimiz mumkin. Kamaytirolma. O'zimiz kutganimizga yetishimiz uchun mana sifatli po'l daraxtlarimizni qoldiramiz va xudo xolasa mana shu kurtalarda mana shu kurtalarda xudo xolasa har bittasida biz o'rta hisobda bittada yoki ikkitada meva qoldirganimizda ham hozir qanchadan sanab chiqamiz? 1 demak boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ta 28 ta qolgan. 28 tani hisoblaymiz hozir boshqa yerda. 28 ni ko'paytiramiz 3 ga. 84 ta mevamiz qoldi. Ya'ni biz dastlabki bosqichda siyraklashtirib bo'ldik. Ya'ni qaysi bosqichda bo'ladi bu? Gulgacha bo'lgan bosqichda siyraklashtirib tashladik. Endi guldan keyingi va tabiiy to'kilishgacha yana
boshqa mevalar holat qoladi. Demak 25 kilo bir tub daraxtga qoladi. 25 kiloni biz bo'lamiz hozir o'rtoq hisobda 185 grammga. 135 dona meva qolishi kerak edi. Demak bu yerda hozir 28 ta shoximiz qoldi. Har bittasi 3 tadan bo'lganda 84 ta qoladi. Ya'ni har bittasida 3 ta qoldi. Ya'ni mana bunda 3 dona, bunda 3 dona, bunda 3 dona bo'lganda lekin bu yerda ya'ni 28 ni ko'paytiramiz. Har bittasida 5 tadan edi. 140 ta bor. Ya'ni 140 ta gul kurtay bor. 140 ta gul kurtay ko'paytiramiz. Biz 3 ko'paytirsa 420 ta. Bizga kerak edi 135 ta. 285 tasini biz kimyoviy seraklashtirishda olamiz. Undan keyin tabiiy to'kilish bo'ladi. Tabiiy to'kilishdan keyin yana qo'l yengil kirib chiqib, biz oxirida 135 ta mevani shu daraxtga qo'ysak, kalibri 70 plus bo'ladi, og'irligi 180-185 grammda, kerak bo'lsa undan ham og'irroq bo'ladi. Va shu o'zimiz o'ylagan rejamizga yetamiz. Bu yerda 1 gektar maydonda 1100 ta tub daraxt bor, ko'paytiramiz. 1100 ni 25 kilogramga 27 tonna hosil bor. Endi force majorlar bilan biz 23-25 tonna hisoblaymiz. Shunda shuncha meva qoladi xudo xolasa, ya'ni 25 tonna xudo xolasa shu bog'dan kutyapmiz biz. Kuzatib borasizlar nasibsa. Ya'ni shu bog'larni xudo xolasa mevalarni siyraklashtirishda darsda davom ettirib ko'rsatish davom etib ketaveradi. Rahmat, sog' bo'linglar.